Dunyoda va O'zbekistonda bo'layotgan katta krizisni men sizlarga 2 minutda tushuntirib beraman. Birinchi Amerikadan boshlaymiz. Ko'pchilik biladi yoki yo'q, Amerikada xalqi asosan qarzdan qarzgacha yashaydi. Ya'ni bankdan kredit oladi yoki kredit kartalardagi bankning pulini ishlatadi. Qarzini yopib bo'lgandan keyin yana yangi qarz oladi. Xuddi shu narsa O'zbekistonga ham kirib keldi. Ya'ni oxirgi 2-3 yil ichida butun xalqimiz puli bor ham, yo'q ham, oyligi katta odam ham, oyligi yo'q odam ham hamma osongina bankdan kredit oldi, qarz oldi, har xil muddatli to'lovlar, nasiyalar va hokazo. Aynan shuni evaziga xalqimiz o'ziga kerak bo'lmagan narsani sotib oldi. Endi esa o'shani to'laydigan payti kelyapti. Natijada hozir o'sha xalqimiz, bo'ynigacha qarzga botgan xalqimiz o'zini topgan pulini ehtiyojiga emas, qarzini to'lashga ishlatyapti. Natijada bozorda savdolar tushib ketdi, narx-navolar tushib ketdi. Misol uchun uy-joy narxiga qarang, Toshkent shahrida oxirgi 1 yilda uy-joy narxi keskin pastga tushib ketdi. Mashinalarning narxini aytmasa ham bo'ladi. Bozorlarda savdo deyarli yo'q. Xo'sh, endi ayni paytda nima qilish kerak? Ayni paytda qayerga pul tikish kerak? Hozir eng zo'r pulni ko'paytiradigan, investitsiya qiladigan joy bu Dubay ko'chmas mulk bozori hisoblanadi. Sababi Dubay ko'chmas mulk bozorida aksariyat investorlar xorijdan kelgan sarmoyadorlar hisoblanadi va bu yerda ular hech qanaqa qarz, kredit evaziga uyni sotib olmaydi. O'zini pulini evaziga sotib oladi va natijada chetdan kirgan valyuta evaziga doim narx o'sib boradi. Agar bu borada sizga yordam kerak bo'lsa, biz Birlamchi ko'chmas mulk bozorida bepul xizmat ko'rsatamiz.